aziz ko'rmanlari, shundaqla bugungi mana bu yig'ilishimizga alayda vaqt chiqarib qadam tashrif qilgan mehmonlar kelgan qadimlarga marhaba. Ahmad. Ben Okean Televiziyasının riyasətçisi Mədinə Dilşad bolaman. Bugünkü bu yığılışımızga biz şundaq bir adamınki sənət hayatıdan sunğan xuşpıraq güldəstələrə şahid bo'lib o'tiribmiz. Undaq bolsa bizning bugünkü bu baş qəhrəmanımız zati kimdir? Biz bugünkü bu baş qəhrəmanımızı səhnəmizə təklif qilishdan burun men yana bir xuşalnarlıq bir ishni etishni loyiq topdim. Ya'ni bugun men bilan birga Şinjan Televiziya stansiyaning dangliq riyasətçisi Şəmsiyə Əbeydulla bilan Bərkizi Xalq Radio stansiyaning dangliq riyasətçisi Nijat Vəli Yaqub birlikdə bugünkü baş sahibxonimiz bilan birga o'rtoqlashimiz qandoq bo'lsa, bu ikkisini sahnaga taklif qilaylik. Qani, marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Intayin xush bo'ldik. Uy, bek, isilg'oma surun bek. Biz qani o'tiringlar. Assalomu alaykum, hammalar xush kelibsizlar. Bugun sahnaning yuqorisida hurmat taxtidan ayt chiroyli san'at sohasidagi eng xushbiroq kunlarni ko'rdik, eng mo'tabar qarindoshlarimizni ko'rdik. Sizlarga hurmat bildiramiz. Marhaba. Xush keldinglar. Demek, Şemsiye'de bugün menimcha olgan chog'da gerçi Okean Televiziyasining yo'l qo'ygan ko'rilishi intan yuqori bo'layotgan mazkur programmasining ismi Cho'lpon keldi bo'lsa-mu, biroq bugun Cho'lponlar keldi deb atsak bo'lar ekan. Bizning qarindoshlarimiz orasida ayt chiroyli bir maqol tamsil bor. Xaridoring bo'lmasa, zibolik ne kerak deydigan. Demek, bugün mana shu naq maydondagi barliq qarindoshlarimiz mayli adabiyot san'at sohasi bo'lsin yoki har soha har kasbdagi boshqa mo'tavarlarimiz, yurt kattilari, shu natija yaratgan qarindoshlarimiz Rahmonjon Avut O'zhal apandimniki xaridorligini qilib, bu yerga eng chiroyli siyoqda, eng ko'taranki ro'yi holatda yetib keldi. Biz mana shunday katta yig'ilishda ustozlarni, har soha har kasbdagi avangard yoshlarni, qurdoshlarni ko'rganimizdan to'liq xursand bo'ldik. Sizlarni yana 120 nomerlik chavaqlar bilan qarshi olamiz. Marhaba. Köp rahmat. Shunday chiroyli turdan so'zlaringlardan men intayin suyundim. Haqiqatan bugun Şemsiye'den bilan ijod ishkisniki men mushular bilan birlikda riyosatchilik qilganimni birinchi oldimdan intayin faxrlanyapman. Mayli qandaqli bo'lishidan qat'iy nazar bugun hammamiz o'zimizning eng chiroyli tilaklarimizni ilib, eng yaxshi holatimiz bilan bu Okean Televiziyasining ko'rinish kelish zaliga jam bo'ldik. Endi biz bugungi so'rinimizning bosh qahramoni bo'lgan Rahmonjon Avut O'zhal apandi bilan tanishamiz. Yoki qanday o'rlashtirishlar? Undaq bo'lsa, balkim Rahmonjon Avut O'zhal apandiniki nurg'unlagan talantini nurg'unlagan alayliklerimizga ayan shundaqku. Rahmonjon Avut O'zhal apandim garchi o'zi aktyorlik kasbida o'qigan bo'lsa-mu, ammo u intayin dağlıq bir şair, yazğıcı şundaqla u yantigi aktyorlikni qiladi. Ko'pqirliq san'atkor. Ammo biz yana Rahmonjon apandimni texmi cho'nqur tushunish uchun oldi bilan shu ekran orqali bir ko'rmanlarga tushuntirishni loyiq topdik bularmi? Marhamat. Taklimakan oğlu. Köpqirliq san'atkor Rahmonjon Avut O'zhal Yakan noyisining Xangdi bozorida tug'ilgan. Balaligidan boshlab adabiyot san'atga qizg'in ishtiyoq bo'lgan Rahmonjon Avut O'zhal boshlang'ich maktabga kirgan chog'ida kechilab kitob o'qib, o'ziga ta'sir qilgan hikoyalarni ko'chirish orqali xotira qoldirishni odat qilgan edi. U yulduzlar charaqlab yinib turgan osmon qirab, qalbida biqinayotgan she'riy hissiyotni his qilishdan boshlab, san'at orqali o'zini ifodalash ve san'at orqali hayot batlarini rangdorlikqa ve ma'niga ega qilish orqali o'zining ma'nisiz hayotiga qarshi isyonkor ruhga ega bo'lgan. U jafoliq turmushda yashasimi, yana san'at, faqat san'at orqali hayotga qizg'in muomala qilishni his qilib yetgan. Turmushdagi jafo mushaqqatlar uni jafoga tanda emas, irodalik qilib yetildirgan. Keyingi ijodiyatlarda uning g'urur va iftixorga to'lgan jangovarligini namoyon qilishda shu jafoliq hayoti jonliq dasmoyiga aylangan. U 1993 yildan 1994 yilgacha Qashqa san'at maktabining naqsh kasbida sistemalik tarbiyani qabul qilgandan keyin Ayrilish oldida nomli tunji ijodiyat naqshlaridan tarkib topgan Qopliq un olg'u lentisini nashr qildirib, xalq ommasining qalbida, shundaqla kasbdoshlar orasida belgilik ta'sir qo'zg'agan.
o'zidagi iste'dodni aldırmay yetildirayotgan ümitlik nota 1994 yili Markaziy teatr instituti o'qituvchilarining bayqishi bilan qabul qilingan. Keyingi san'at hayoti uchun puxta asos solgan. O'qish bitirgandan keyin Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik opera teatriga xizmatga taqsim qilingan. O'zining keyingi hayotini kitob o'qish, shundaqla adabiy ijodiyat qilishga qaratgan bo'lib, shu kuchning turtkisida konsul ko'chasiga Jazira kitobxonasini ichib, kitob o'qish tashnoligini qondirgan buloqdan birini hozirlagan. Uning dastlabki sahnada tilga ilingan va ko'plagan kishilarning hurmati va qoyilligini qo'zg'agan tunji asari Abdulla Abdurimning naqsh kechiligida e'lon qilingan Kechalmayman seningdan vatan nomli naqsha naqsh kechiligining eng yorqin nuqtasiga aylangan bo'lib, til ishlatishdagi oddiylik va mahorat jihatdagi o'zgichiligi bilan vatan haqidagi naqshlarning gul tojisiga aylanib, Rahmonjon Avutni baraqli tonitibdi. Keyin Abdulla Abdurim bilan hamkorlik ostida Tog'larim, Yetalmadim atamga, Eminniyoz Husayn ijrosida Anam yo'q, Yekim Hasangi Marsiya qatorliq naqshlarni yozdi. Keyin u yer shari haqida insoniyatga o'rtaq bo'lgan tashvishlari ifoda qilingan Yer shari nomli naqshini yezib, Bola Cho'lpon Irfonning necha xil tilda aytishi bilan Erkin Abdulla ijrosidagi Sahra, Do'nko'rik haqida Parang nomli naqsh orqali aks etgan bo'lsa, Sahar ansamblining o'rinlashidagi Ana, Men tug'ilgan uy qatorliq naqshlarda aks etdi. Kishilik hayot sezgulari asos qilingan bu dunyo nomli naqshini Anvar Hokim, Qizg'anma dunyo nomli naqshini Nurnisa Abbos o'rinladi. Uning Zarafshon cheyi kechiligida o'ynalgan O'qishga uzitish nomli etoti Uyg'ur etotchiligining yangi bir pallasini yaratib, televizorda eng ko'p talab qilingan asarlarning biriga aylandi. Orqadan hikoya povestlarni yozib, Xinjiangda ta'siri zo'r bo'lgan Ana jurnal, Tarim va Tangritog' jurnallarida ko'plagan hikoya povestlarni e'lon qilish orqali o'zining ko'p xil janrda ijodiyat qila oladigan qobiliyatini namoyon qilgandan sirt yana o'zining ona maktabi bo'lgan Markaziy teatr institutining kino, drama, adabiy ijodiyat fakultetiga 2 yillik o'qishga berib, ssenariy ilmida sistemlik tarbiya olgandan keyin qaytib kelib, diyorimizdagi yana bir yangilik million gulni yezib, jamoatchilik ichida yaxshi ta'sir paydo qildi. U ko'plagan hikoya, drama, kino ssenariyasini yozgandan sirt yana o'zining she'rlariga ishlangan ohanglarga bo'lgan ko'z qarashlarini ohang ishlashga qaratib, mashrab programmalari va boshqa san'at kechiliklari uchun ohang ishlab berdi. Shu ajr mehnatlarining mevasi bo'lgan o'z hol keldilar nomidagi ushbu kechilikni ro'yobga chiqardi. Tema tanlashdagi zil va rangdorlik Rahmonjon Avutning rangdor hayotiga mos qadamda ifoda qilinib keldi. Ijodiyat jihatda kishilik azoblarni umumlashtirish emas, balki o'z xalqining orzu-armonlarini aks ettirishga kuchab, haqiqiy xalqchil ideyasini oshkor qilib keldi. Ko'p qirliq ijodiyatchi Rahmonjon Avutning oilasiga xotirjamlik va baxt, ijodiy hayotiga barkat tilaymiz. Bugungi faoliyatimizga ajoyib esil nomerlar, ajoyib yaxshi naqshchilar, shundaqla ajoyib yaxshi sazanlar keldi. Tushunasizlar yuzga chiqadiganiga. Bo'ldi. Buldu ko'rpaqaylimda bo'lsa, qadrdonlarim, hammamiz bir chiroyli alqishimiz bilan Xinjiang san'at yurti opera teatrining rejissyori, ko'p qirliq san'atkor, shoir, yozuvchi Rahmonjon Avut o'z holatini taklif Marhamat. Assalomu alaykum. Asli bugun Rahmonjon akam oqat minib kirgan bo'lsa bek yaxshi bo'ladi ya. Aqatli shaxsan o'pa. Marhaba, qarshi olamiz. Xush keldingiz. Sizga aldin sovg'at aqat. Voy rahmat. Ko'ngil sovg'isi. Sorun quruq kelmaydi. Rahmonjon akam mening bir ko'ngil sovg'am bor. Bugun Nijatning dunyosi degan tungi nashrdan chiqqan bu kitobni sizga sovg'a. Rahmat. Nijatni muboraklik aytaylik. Mana shunday yaxshi bir kitob chiqdi. Yaqinda bizniki yosh inimiz, yaxshi yozuvchimiz Po'lat Amannuri Nijatning dunyosi nomli kitobni nashrdan chiqardi. Endi bu kitobda butunlay Nijatningki ko'z qarashlari, kechirmishlari, uning mijozi, uning kasbiy axloqi, nurg'un turmushdagi masalalari biz ekranda ko'radigan, lekin turmushdan tushunmaydigan Nijat inimizningki barliq tafsilotlari, uchurlari xatirlangan. Shuningdek, Nijat inimizni muayyanlashtirgan Po'lat Amannuri inimizga rahmat aytish bilan bir vaqtda Nijatni yaxshi ko'radigan barliq ko'rmanlarga bu xush xabarni bugun Rahmonjonning bugungi faoliyatida ko'pchilik oshkorlaydigan bo'ldik. Muborak bo'lsin. Rahmat keldi. 2017-yilda boshqalar to'xu jili, xo'roz jili deydi ekan, men sumurug' jili, anqa jili deb o'yladim. Chunki Nijat jili deb o'yladim.
Rahmanjon Avut Özhalcılık qilamiz. Ha, mayli. 2017 yilda. Xuşallıqlar jiri deb ataylik. Özhal Chunki keldilar. bizning nurg'un xuşalliq Bo'ldi. qilib ekan. Unda bo'lsa, endi biz birlikda o'xshashlam intayin bir xushluq ilikida bugungi so'rinimizning bosh qahramoni bo'lgan bizga bir piyola choy quyib, o'zining shodliqlariga shohid bo'lish uchun, xushalliqini ko'rish uchun dasturxon sog'an bizni chaqirib kelgan mana shu aziz mehmonimizning chiroyli salom soatlarini anglaylik. Qani, baraman. Bo'ldi. Aldı bilen ben şu bugünkü şu meydanımızga yetip kelgen barlık ustazlarga, kesiptaşlarga, muallimlarga, yazgıcı, tercüman barlık ustazlarga, dostlarga çin köngülümden rahmet eytimen. Muş soğuk havada bizni çoğun bilip, senetimizin çoğun bilip, dostluğun çoğun bilip kelgen kadınlarga köz tegmesin. Rahmet emanlarga. Rahmat. Haqiqatan bu Okean televiziyasining Cho'lpon keldi programmasida biz yaxshi ko'rgan cho'lponlarningki ish izlari tunishtirib, ular bilan nayt ko'ngillik suhbat ilib berilyapti shundaqmi? Endi meningcha hozirgacha bu programma yo'lga qo'yilib, eng ko'p cho'lpon birli vaqtda bu programmaga qadam tashrif qilgan bir son bo'ldi deb o'ylaymiz. Mana bugun biz bu heyecan bo'lib, mana Rahmat akamizningki shu O'zhal keldilar nomli plastinkasini tarqatilish munosabati bilan o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib o'tiribdimiz. Unda bo'lsa Rahmatjon aka sizdan shu plastinkani chiqarishninki oldi keyindagi ishlarni bir so'rab boqamsan bizga bir tapagan bo'lsangiz. Plastinkini chiqarishning oldida kirish tuduq, keyin nashrat qiladi. Bunday yaxshi javob bo'ldi ya. İntayin qisqa. Oldida ko'rinishga elib, nashkishlik qildik, keyin nashrat qildik chiqdi. Qanday bo'lib shu? Qanday bo'lib O'zhal keldilar nomli plastinkani chiqarishni o'ylab qoldingiz? Sizning hozir bizga tapbagingiz nurg'ulg'an ko'rurmanlarning o'ylaydig'ini. Ular mushu san'atkorlarni chiroyli kiyimni birisi ta'minlab berdi. Ananki ular chiroyli yasinib sahnaga chiqdi, naqsni tugaydi deb o'ylaydi. Yoki nomerni ko'rsatdi tugaydi deb o'ylaydi. Hatto bizning yozuvchilarimiz nima o'tirib yoziblam, qalisi uddul kilidi yozdi ular tugaydi, kitobi chiqdi, ananki qalamaqini oldi deb o'ylash mumkin. Bu o'yliqi nurg'un mushu sahani tushunmaydigan qarindoshlarning berilgan javobini ayt qiziqarli qilib tushuntirib berdingiz. Unda xo'sh. Endi bu savolimiz yana tushuniksiz bo'lsa, Ibrohim odam so'raydi endi savolni. Mana texmo konkretni qilib, ba texmo astoydil, texmo inchik qilib. Undaq so'raylik bo'lsa. Shpatlik savol chiqaramiz. Men bundan o'yladim. Mushu O'zhal keldilar nomli mushu plastikingizni dastlabda qandaq bo'lib, endi mushu plastinka qandaq bo'lib, qaysi naqshining vajirini chiqishni o'ylab. Endi tushunishlik bo'ldimi? Men asli naqshchi. Men hozirgacha atalg'ularda nurg'un odam meni shoir deydi, nurg'un odam yazgıcı deb qaraydi, nurg'un odam rejissyor deb qaraydi, lekin men o'zimni e'tirof qildig'inim men naqshchi deb qarayman o'zimni. Men Qashqar san'at maktabida naqsh kasbiga kirgan 93-yili. Naqsh kasbidan imtihon berib, naqsh kasbiga imtihon berib, shu naqsh kasbida 1 yil o'qidim. Undan keyin Markaziy teatr institutiga borgandan keyin men yana shu aktyorlik kasbiga qo'shib, bizning opera o'makka tarbiyalangan bo'lgandan keyin naqshda o'qigan 4 yil. Bizimninki şu naqshi g'avisim batdi. Endi keyin qaytib kelib, nemishqa davomli qilib izchil naqshi o'qimidi deganda, men naqshi o'qidim. Televizor ekranlarida emas, ayrim xonalarda. Üzem bilan yig'ilishlarda, mashg'ulotlarda, do'stlarning yana bir yerda naqsh aytdigingizni men bilaman. Biz azaldan deyishib baqmagan. Rahmanjon, bular maktab bitirib kelgan vaqtimi bizning uy opera Öməkninki işçide, aileler korosının içinde. Biz adette opera öməknin korosu gündüzde şu məşq qılanlarınki müzik avazı, sazendler avazı, onun bilen boğan bilen keçdi xili tiniş. Lakin adette keçdiki tinişliğini Rahmanjon O'zhal buzudu. Darvazdan kırıdı, naqsını başlaydı öyгі bağıtça. Tügümez naqşa etmağıdı kende. Biz əmimizə Rahmanjon keldi deyimiz. Qançılı kəlginiz məliklə əmimiz bilimizdə əndi. Adet qançılı dikilətti. En keşkege vaqt qaçan. Kemmey qalan vaqtları var mı? Doldur kes qandaq bo'ladi. Adet qaysilarning naqshining ovozi chiqmaydi degandek. Bu shunga shu vaqtda mening rahmatli dadamga deydi, "Mushu balaning naqshiga bek ishtiyoqi bor" debchi. Ashta deydi, "Uning bu Rahmanjonning ovozchilik buni men kasbiy nuqtadan nima qanday ataydi men bilmayman lekin." To'g'ri shu. Erkek buraydi. Boş ovoz emas. 6-qavatdagilar anglayan
ağlaydı adette. Avazınız cəhətdimi, xaslığınız var şundaq bu. Əmdi bayam özünüz dəp ötdünüz, naxışçı dəp oylayma özümni, naxışçılıqımni bək etiraf qılma dediniz. Onda biz tunuşturğan vaxtda Rahmancanni birisi aktyor dedik. Şundaq. Səbəbi Şinjan Opera teatrda işləyiş, onun üstüge Mərkəzi Teatr İnstitutda oxuğan. Şinjan sınıfında şundaq bu. Məxsus tərbiyələnən balla. Şundaq boğaşqa, onun üstüge onundan başqa siz rol alğan tərəfləriniz var. Muşlar asasını durup sizni kinolar var. Məsələn, qaysı kinolar var deyil? Səhra'dakı Moğluq köy, Nava Muqami, Özal Muqami, ondan keyin Qeynat Kilim Faciası degендek qo'rqinchli qism bor kinolar. Bunun salbiy rollar emasdi. Lekin Rahmanjon akam ijobiy rollarga pek tushdi. Demek Rahmancan demek bay ispatlap öttük bir aktyor. Endi naxçı buluşunuzdaki sebep bayam özünüzde bütünüz birinci naxçını yaxşı görürsünüz naxçı yetişini. Onun için naxçı okup dikensiz, terbiyelenip dikensiz. Onun başka nurgun naxçılarınızı anladık. Plastinki çıkardınız, keçilik kıldınız demek siz naxçı. Endi rejissorluk gelsek, rejissor degan bir gap çıktı. Bir opera mı, bir teatrın rejissorluğunu qilgansiz. Canan Ko'chisiz ishlar. Canan Ko'chisiz ishlar. Demak, undan boshqa Yangi Nava programmasiga rejissorlik qilgan. Undan boshqa nurg'un kechiliklarga rejissorlik qilgan. Demak, 3-chi salohiyatınız rejissor. Undan boshqa salohiyatlari Shoir, yozuvchi. To'g'ri. Unda o'zi shoir nurg'unlagan isil misralar bitgan, uning ustiga ajoyib vaqaliklarga to'yilgan hikoyalar shu Rahmanjon apamning qo'lida bitib chiqqan. Demak, Rahmanjon akamningki haqiqatan bek talantli ekanmi? Shoir hozir ma qonun va puqroq o'xshaydi ma programma uchun. Shoir ekanligingizni qanday isbotlaysiz demakchi gapingiz ketdi. Ma yama yeri keldi, ma gap yama yeri keldi. Bilib oldi ya. Men bugün ilki Rahmanjon apandim bilan biz mishat o'tganlar mesela Madina bugün asas riyosetchi. Nijatchimiz hamda Rahmanjon apandim bilan turmushda qarindosh, nayt yaxshi qarindoshlik munosabatimiz bo'lganligi uchun nayt do'stona holat masalan men boya degandek doktorxonada yotgan bo'lsam kiyimlarimni almashtirmay ammush faoliyatni qarindosh mehrimiz bilan keldik hamda. Asl doktorxonaning kiyimi bo'lib ketgan bo'lsa, ishonchlik bir xilchi, ha, rostgan debchi. Hamda bundaq biz yana paranglish jarayonida teamlardan atlab ketib qoldik-ku. Biz hamisha shundaq bo'ldi. Bizning paranlarimiz bek ko'ngilli qo'g'ashqa so'zlab aytib tugatgil bo'lmaydigan teamlarimiz bor. Hamda yana o'zimizning bosh bugungi teamimiz qaytib kelsak, bugun biz O'zhal keldilar plastinkasining axborot e'lon qilish yig'ini munosabati bilan bu yerga jam bo'ldik. Yuqorida so'rab o'tdik, hamda mush plastinkaning ishlanish jarayoni to'g'risida menimcha qisqagina bir izoh berib o'tishingiz to'g'ri keldi. Mush to'g'risida anglab baqsaq. Men azaldan o'zimni bek ifodalab oldiga chiqishni xohlamay keldim. Nimişqa dese bu gapni 98 yıldan başlaş gerek. 98 yılı Merkezi Tiyatr İnstitutu'nunki aktörlük fakültetini bitirip kelsek, işleydiğen kino yok, bütün adam MTV işligil turup diken, ma su üstü bağçısta. Muş bir kızvalını qoğulap bir oğulvalı yetemeydi, su çeç, yani bir amallarını kılıp zaten yetemeydi birbirini məxsus qoğulaydıgan bir MTV'larımdı. Onunla o Merkezi Tiyatr İnstitutu'da okuşumu ketmeydiğen bir işlerken şununla teklif kılındım da çıkıttım. Gayet şereflenirken. Başka bu kesin işletici imkaniyet var mı yok mu desek, anda bir xil özümüzdeki rolümüzün cari kıldırdığın bir imkaniyetninki yokluğunu bayqap kaldım. Şunun bilen özümün yana hem şu kızıqışım boyunca neçə yıl kitap okudum. Kitap okup 2000 yılı 2 yıl ötkenden keyin Abdullah akam naqsh keçilik qildi. Shu keçilikda kechalmayman senda vatan degan naqsha tunji bo'lib taraldi endi. U yerda keçilik qatnashgan ustozlarimiz, do'stlarimiz shu naqsha san'at, muzik sohasidagilar undan keyin mabal nemish qildigandi deganlarning nazarida undan keyin mening yozdiganligim ozroq bir ko'rindi jingimning uchidek. Shuningdan keyin ham ancha-muncha bir maqtashlarning turskisida şiirlerini yazdım. Emniyette bunundan mı burun bazı müşahit ustazlarımız biliyordu. Ben roman yazıp oğan. Kapılmay kapılsın. Hoşal xoram olturup atımızdan. Roman yazganı bayım. Roman yazıp oğan esle. Şundan keyin hem de bu naqsh teksti şiir yazış o mening ishqim qandaqdı elqi başqalarning medet birişi bilan men ani yazıp ketib elqi bo'lmasa to'xtab qoladigan ruh yo'q menda. Ba'zi nasr yozim, ba'zida şiir yozim, ba'zida kitap o'qiyman degandek. Shuning bilan meningki keyingi tanlash yo'lim
yoki bo'lmasa hozir yeydigan non shu qalam bilan bo'ldi. Endi Şinjan opera ömekninki kesbi yozuvchisi degan kesibga keyin almashdim. Buningdimi yana 2 yil o'qib kelib, yana shu ana maktab bo'lgan Markaziy teatr institutininki teatr adabiyoti kino ssenariy yazıqçılığında okudum. Ondan keyin men sahne rejissörlükne men yana qo'shimcha o'zim o'qidim, 2 yil ders aldım. Bu naqshkechiligini qilishdagi maqsad endi men o'zimni oldi bilan o'zini bir odam e'tirof qilmasa, butkul dunyoda odam uni e'tirof qilsa-mi, u bir yani o'zining ko'nglida bir ishonch bo'lmasa, o'ziningki qaysi yo'lda menish kerakligini tanlayolmasligi mumkin. Men shu o'zimning naqshchiligini men o'zim e'tirof qilgachqa Rahman Javod naqshkechiligi o'zal keldilar deb naqshkechiligi deb mushun chiqarsam nurg'un odamlar cho'chib ketib bu kim bo'lg'iydi deb kelishi mumkin. Ham boshida deyishni bir xolidim o'zimcha. Uqmagan bola kechilik qildigan bo'lib ketdi deb qolsam bir gap. Siz ko'rinmay turiblar-ku. Men nada adam tunimaydigan bola Cho'lponlar yig'ilishi bo'lib ketdi. Adam tunimaydigan bola shunda bir kechilik qilib ketdi deb. Undan keyin yana bir narsa bu kechilikda bizningki ustozlarimizning hamda el xalq naqshlarininki hozirgi eng yaramliq varisi hozir davrda biz peshvo desak bo'ladi. Toshmamat Tursun akam. Undan keyin qolganlarning hammasi o'zimizningki turmushdagi mijoz xarakterimiz emas. Mush kasb bo'lgan pozitsiyamiz bilan kasbdagi xarakteri bir xil to'g'rilishadigan Zoir Burxon, Iskandar Samat, Tursun Sheyx qatorliq shu ustozlarimiz, do'stlarimiz qatnashdi. Endi buningda yana bir narsani men tushuntirib qo'yay. Haliqi o'zininki nom sharifi yetmay qilib bir biletni anchamuncha bir setilsin deb shu odamni yig'voga o'xshaydi degan ko'z qarash yo'q qolsa xatolishimizcha. Men unda yig'ib elish kelib qolsa, bizningki shu san'at yurti bo'lgan opera o'mak, naqshli o'mak, muqam ansambli shular yetibdi. Men xarakter jihatdan o'zimning tanlagan yo'lim bo'yicha bizning san'at yurtiga tava bo'lmagan ham shunda bir kasbiy jihatdan xarakterimiz yaqin keldigan, qilayotgan yo'limiz tutgan yo'limiz keldigan ham shunda akla ustozlar bilan qildim. Rahmanjon aka, sizning o'qigan kasbingiz aktyorlik kasbimi yoki naqsh kasbimi? Shuni bir oydinlashtirib olgan bo'lsak. Men Qashqar san'at maktabida naqshida o'qigan. Markaziy teatr institutida aktyorlik o'qigan. Bilim oshirib, aktyorlikda o'qidingiz shundaqmi? Bilim oshirib emas, Ravrus o'qidim. Demak, unda bo'lsa, bilim oshug'ini mu ssenariy yozishchilig'i. Herkes xapim. Baklavr. Unda bo'lsa, Rahmanjon aka. Ya Rahmanjon akamning ovozi ashta bom chiqadi-chu. Bir xil odamni qo'rqib ketdi. Men qayta tushuntiray. 94-yildan 98-yilgacha 4 yil aktyorlik o'qidim. Men qarabdan aka, men qarab. Qo'qatma, men qarabdan. Nima gap bo'lsa menga. Men kutirashga o'qigan. Bay nijatdan xapumay degan gapning ma'nosini tushundim. Ha. Xo'sh. Unda bo'lsa Rahmanjon aka, demak Ravrus o'qigan kasbingiz aktyorlik kasbi shundaqmi? Lekin siz shu musiqa ijodiyatida nurg'ulg'an nodir asarlarni ijod qilibsiz-a? Musiqa ijodiyatida. Shu musiqa ijodiyatiga qanday kirishib qolgandingiz hamsa? Ravrus o'qigan kasbingiz aktyorlikdir. Endi bu musiqa ijodiyatiga kirishib kelishimda yana birisi men 9 yoshda dutta o'rgangan. Shundan keyin men dutta sazdan ayrilganim yo'q. Uningdan keyin 5da Abdulla akamni kecholmayman shunda vatdan naqshlarni aytdi. Uningdan keyin boshqa naqshlar aytdi. Naqshlarimiz aytilsa yaxshi bo'ldi ekan, xalqimiz bildi ekan. deb 5da faxrlangan bo'lsam, keyin norozi bo'lishga boshladim. Ba'zi tekstlarim aytish topmadi-ku. O'ziningki ma'nosi bilan demakchi o'g'lim bir naqshi tekst bilan bir musiqa chambarchas bo'lib, eng oxirgi yetadigan manzilga birga yetamadi u. Bir yo'lga tushanmadi. Shuning bilan to'xtabdi deb endi o'zim ang ishlashni o'zim mashq qilib, mushaqdagi bilimlarni o'rganib shunda qildim. Bunda qilgandimmi, men 5da shu burunqi bizningki peshvolar, ya'ni Jaloliddin Rumiyninki, Navoiyninki, Mashrabning tekstlariga ishlashga boshladim 5da. Chunki men kompozitor, men ang ishlash tushgan vaqtimda o'zimning yozgan boshqalar maqtaydigan, hatto o'zimning yozgan she'rlarimni menga yaramaydigan bo'ldi u chaqda-chu. Ang ishlashga tushgan vaqtimda. Nimishqa desa, men rasmiy sozni qo'limga olgan vaqtimda mening o jumlalarim toza o'zimga arzimidi. Yana birisi, endi biz Navoiy bizning, Mashrab bizning deb
jiq yerlerde talash tartışlarda, hazırki kelgich torlarda nurgun talash tartışlar bo'ldi. Lekin Navoiy bizning deganga loyiq, shu bizning o'zimizning Navoiysininki tekstlarini bizmi aytib, shunday qilamidik. Bu bir bo'shliq. Mubada men ishonamanki, bizningki hozirgi davrdagi ustozlarimiz yaxshi she'r qolmadi deb qaqshab jumay, Navoiyning mashrabninki аңғы selinmagan, o'zbek qarindoshlarimiz aytib bo'lmagan nurg'un isl she'rlari bor. Ashlarni biz аңғы selib aytsak, uningdan keyin o'zbeklar bizni atogin do'raydi. Jumladan butkul O'rta Osiyoda, O'rta Sharqda shunaqmi? Dunyoga taraydi degan gapda bu. Undaq bo'lsa, mushu kechalmayman seningdan vatan degan naqshingizning tekisini qanday bo'lib yozishni o'ylashib qolgandingiz? Bu naqsha Abdulla akam aytqili 17 yil oldu. 2000 yil aytgan. Bu naqshini men shu Beijingga o'qishga borgandan keyin bizningki hayotimizda nurg'un hikoyalar bor. Tiyipcha Eliyevninki tugmas naqsha degan bir naqshi bor, hammamiz bilamiz-ku. Bir xil vaqalik ravoji bilan mangadi. Güzel bir naqsha shunday. Vaqalik ravoji bilan mangadi. Bu naqshini men 5da o'ylagan vaqtimda şu Tiyipcha Eliyev ustozningki shu naqshiningki bir vaqa ajab bir yaxshi bir o'rlashtirib ekan deb ta'sir qilib, kechalmayman senda vatan degan bu naqshini 95-yildan boshlab o'ylab men oxiri 98-ninki oxirlari rasmiy to'liq bitdi deb ashuna qo'lga chiqdi. Bu araliqda biz аңғы selib üzem ashunda aytib жүрген. Bizler şu mesela Ümit Gınila bilen biz 94-yili tanışkan ağinem şu vaxtdan tatip hem de 95'ni tatip oylap aşında kelip atkan. Oylap mükemmel kılgıça bir 3 yıl ketdi. Bir cümle uya yaramaydı, buya yaramaydı. Bazı bir şairler varken birli kalem bilen çıkmışsa ben taşlayıp bitmeyen dep şuna deydi. Ben sel dötrak olgandikin ben uzun yaklaşmışsam kılanmaydı ki bence. Sen uzun vakit gitti o. Mesela taşlandık Royal degen bir şiirim var meninki. Ekber Kahraman ben muş şiirini ben bir ağın kılımayan dep ötkendime bir eskertip koydu başkaları beğenmesen dep. O 94-yili men elik bir xil yalğızlık içinde tuncu Beijing'e bağan küllerde yağmur yağıyotgan şu bizniki sinfning ögüzgü çıksam qattiq yağmur aş içqanını tatip çuvib etilgan bir Royal turuptu. Her bir şu Royalning tarlariga tushib atgan yağmur chechilib ketib bardi atrofga. Men bir meyitga qarab atgandek, bir jasadga qarab atgandek shunda ko'nglim yerim bo'ldi. U bir chalg'u, uni asli bir chelish kerak-ku. U qadar haliqi bu tashlab etish mening kallamdan o'tmadi. Bir san'at akli bo'lish sifatimiz bilan hamda. Shundan ashuni men 8 yil o'ylab yozdim. Men bu she'rni hozirgacha naqsh bo'lmadi, ham ta'sir chiqqanda o'qimayman. Shunda bir vaqt ketdi menga. Shuni bu kechalmayman sindi vatan bu naqsha hamda birisi jutun arlığa vaqtida 17 yaş vaqtimizda borgan bo'lgandan keyin bir xil men shu tug'ilgan yurtim yakanni o'ylayman. Urumchigim kelib baqmaylam, Qashqardan biroqlam Beijing ketgandan keyin. Uningdan keyin arliqda chatga chiqib o'qiydigan yo bir ishlar bo'lib men onamga telefondimchu. Telefonsam men sen deb yashayotma balam. Muborak sen kelib ketib bir yerga kelinmaydigan bo'lib qolsang, men bu hayotning keragi yo'q dedi. Shu gap pek ta'sir qildi-da. Men elik o'ylab atgan gap aşağıda bir echildi-chu. Shuning bilan men boshildim. Endi vatan deb yozganimiz endi ona haqqidami bak yezilib ketdi. To'li takrorlanib shu vaqtdan tortib yaman to'li takrorlanib ketdi-chu. Endi gerçeklikni ifodalashda yoki temi tanlashda bak yangilik yaratolmasammi, üzemning yo'lida başkalar okumasını üzem bir naqsh qilib o'qib bir do'stlarim bo'lsa aytib beray deb shu maqsadda bunda oddiy bir maqsadda yozilgan naqshda bu. Ham hozirgi kunlikda xalqimiz shunda yaxshi ko'rdi bu naqshni. Hozirgacha yaxshi ko'ramiz-da. Yaxshi ko'rdi. Hamda ijodiyatda cho'qimaliqi biz qandaqto Yunavanga o'xshash, mana bunda qilsam jiqroq xerida yesa, shunga men jiq pul topsam deb menda o'ylamaydi ekanmiz-ku. Beshida bir oddiy bir fikr, u yerda melli bor, ijodiyat xususiy ish, shunda bir yozdik. Şunun bilan şu xalqimiz yaxshi ko'rdi. Undan keyin buningki turtkisi bilan, ilhomi bilan, ustozlarimizninki adabiyot sohasidagi mush ustozlarning qo'llashi bilan yana biz davomli mush yo'lda menib hozir keldik. Rahmat.
Xo'sh. Bugungi axborot e'lon qilish yig'inimizga kelgan hurmatli ustozlar, naq maydondagi tomoshabinlar shu topda Rahmonjon apandim o'ziniki mayli shu o'z hol keltilar nomidagi plastinkasining oldi keyindagi ishlar bo'lsin, ham shundaqlar riyosatchi qeyrindishimiz so'ragan savollarni aytdi. Astoydillik bilan javob beryapti. Hamda men shu topda yana shu bugungi bosh temani tutib qo'yib turib bir savolni so'rag'im kelyapti. Zamonimizda hamda bulib diyorimizning adabiyot san'at ishlarining taraqqiy qilishiga ergishib, davlatimizdan bu sohaga silayotgan mablag'ning ko'p bo'lishiga ergishib, hozir bizning cemiyetimizde mi, bizden aramızda mı nurgulgan naqshchilar, san'atkorlar keng bir bo'shliq sahna hazırlandı. Ular o'zlarininki naqshini etalaydigan, o'zininki xohlagan plastinkalarni chiqaralaydigan aytib bir afzal sharoitga ega bo'ldi. Jumladan shu bir qancha yil jarayonida oqaqidan aytib chiroyli MTV ko'rinishlar hisoblangan DVD plastinkalar, VCD plastinkalar, CD plastinkalar bizning turmushimiz biz bilan uchrashdi. Shu qatorda o'z hol keldilar nomidagi shu plastinka men shunday aytalaymanki, balkim bu mushu naqshining ichidagi tekstini texmo yuragidan tuyib anglayalaydigan, sezalaydigan, buningki go'zallikni his qilalaydigan, huzurni bilalaydigan, bizning qarindoshlarimizga nisbatan san'atni haqiqiy tushunalaydigan qarindoshlarga, san'at shaydolariga nisbatan katta bir sovg'a bo'ldi. Albatta, mana shu disklar qatorida yaxshi bozorlik setilayotgan mazkur plastinkaning sizning cho'g'an chog'da boshqa plastinkalardan qanday bir farqi bordi? Sizning o'zingizning nazaringizda sizning plastinkangizning afzalligi yoki ortiqchiligi yoki agarda kamtarlik bilan aytsak o'xshamaydigan yeri nada? Endi bu plastinkada boshqalar bilan o'rtaq bir yeri naqsh chiqadi. Hammasini bir aparat soat degan chiqadi. Mashina ma'noli bo'ladi. Mashina ma'noli bo'ladi. Yana bir alayidligi. Yana bir o'rtaqlik bozordan pulga olamiz. Yana bir o'rtaqlik bekorga bermaydi. Pulga sotadi. Bir o'rtaqlik agar deylik qonunsiz nusxasi chiqarilsa qonuniy javobgarlik tortiladi. Ayır. Shunday. O'xshamaydigan yeri. Yana bir yeri öz hal keldiler deb ismini qo'yishdi bir shaxsiyatchilik bor bu yerda. Tekstimi üzemning, muzikasimi üzemning, üzem o'qigan ma'nim. Buning hammasi üzemninki shu. Üzemning ijodiyati. Üzemning ijodiyati. Buning da qanday toma plastinka chiqqandan keyin tekstni haq izlab kelib meni rasvo qilamiz degan qo'rqinch yo'q. Muzikasini bir palanikin elib olgan, ertagin bir boshqa millatli tep kelib hamda meni bir izlab kelib qolamiz degan qo'rqinch yo'q. Demak, Özalka, Şemsiyada, sağlam. Mening yuqorgi savolni so'ramoqchi bo'lgan maqsadim mishada o'ziniki o'rnini topdi. Demak, mazkur plastinkaning birdan bir boshqa plastinkalardan balkim farqlanadigan yorqin nuqtasi buningdagi barliq naqshlarni Rahmonjon Aud apandim o'zi o'rlagan. Uning boshqa teksti, muzikasi o'zining qalami bilan barliq kelgan. Demak, bu shunday bir go'zal melodiyalar tushunadigan odam tarafidan o'zi his qilalaydigan, o'z tuyg'usini bilalaydigan odam tarafidan barliqqa kelganligi uchun buningdagi kishiga berilgan tuyg'u o'zgachilik texmi yorqin bo'lishi mumkin, texmi o'zgacha bo'lishi mumkin. Rahmonjon apandim o'zim deb o'tdi. Masalan, men bir tekst yozsam, naqsh tekst yozsam, uni kompozitor ishlatib o'zgartib naqsh qilgan bo'lsa, bu yer bir o'zgarish bo'ladi. Andan keyin uni naqsh aytgan vaqt yana bir o'zgarish bo'ladi. Bu üç odamning hissiyatning birlik kelishi bektas. Tekstni boshqa bir aylan yozadigan, yaxshi bir shoir yozadigan, anonki muzikasini yaxshi kompozitor ishlaydigan, naqshini yaxshi bir naqshchi aytadigan bu ahvolni biz yaxshi emas demoqchi emas. Albatta, shunday nurg'un nodir naqshlar, nodir asarlar borliq kelgan. Lekin hamda bu yerda shuni o'xshamaydigan bir xoslik desak bo'ladi. Bir xoslik, bir alayidlik. Bu bo'lsa-mu, barliq mashg'ulotni o'zi qilgan, o'zining chin hissiyati o'z qo'li bilan yozilib, o'zining so'zi orqali ishlanib, o'z tilida aytilgan, o'zining yuragidan chiqqan desak bo'ldi. Shunday o'zi aytgan tomoq o'xshash. Shuni ko'pchilikning oldida qo'rqmay uzamning deb ketdi. Bo'ldi, unaqa bo'lsa, o'zi aytgan tomoq degandek lag'manning jinsini sirtdan akirmay, o'z jug'urib, misol bir gap qo'shimcha. Bu ishni haliqi men uzamni danglab men shunday yoza olayman. Andakin ağını işleyelayman, men o'qiyalayman degan bu mavu nayt kichik doiradagi bir gapcho. Nayt yo'ruq, yangroq bir ovoz bergan bir naqshchiga bir ovoz bersa, ash yetidi. Chunki hammani men elib olam degan olmaydi-cho. Biz bug'doy tergan bo'lsak, go'shtni bir yerdan ekilishimiz mumkin, tuzni o'zimiz yasayamaymiz, uni talardan ekirimiz yo'qmi. Shunga bu haliqi qandaqdir bir üzemni ko'z qilish emas. Mushuning ichidan voyiga yetgan birla adam birla kasbda bo'ladi. Masalan, yaxshi shoir yetdi shu. Shoir otlab Abdurrahim O'tkirdak masalan. Yana talay ustozlarimizdek
yana talay ustozlarimizdek shoirlik yetidi shu. Uningdan keyin yaxshi kompozitor, Hekim-Hasan, G'iyosiddin Barat, Tursun Qodir kabi, Tashvay kabi bizga shunda zo'q bergan ijodiyatlari bizga ilhom bergan ustoz ash yetidi. Uningdan keyin hamishada o'ltirgan ustozlarimiz masalan Uzunkash ovoz yo'li bilan shu yaratgan egan bergan shu mis bilan yetidi, ash yetidi. Men bu yerda cho'qim mani men uzam hamini men qila olmayman emas. Buningda mushunda odamlar pat-pat bo'lib turdi ekan dunyo miqyosida-chu. Masalan, Oshiq Veysel degan bir naqshchi ham yozdi ekan, ham o'zi o'qiydi ekan. U odam hayot vaqtida bek tunilgan emas, bek moda bo'lib tunilgan emas. Ammo kunduz kecha ularga uzun ince bir yo'ldayım. Shunda deydi ekan-ku, uzun tarchiq bir yo'ldaman degan. Mush naqshni aytgan odam o'zi naytaliqi o'zining bir bag'lim bilan qoniga urib bir aytgan ekan bu naqshni oddiy. Lekin uni dunyoviy xalqaro nomi chiqqan Tarkandek naqshchilar uni dunyoga to'ntib yutibdi. Undan keyin bu san'atkorimizningki shunday yashab o'tganligini bilibdi. Men bilaman, mening naqshlarim zodi voy ulab hamma diba yana bo'lmasa bir o'rinlarda qo'yilishga klublarda qo'yishga mos kelmaydi. San'at ikki xil bo'ldi. Birisi ko'ngil ochadigan, zo'q beradigan. Bizningki o'yga soladigan naqshlar buni hammasi. O'yga soladigan. Men buni rahmat. Men bu naqshini ashundayliqi zo'q-sho'q chanoyman degandek naqshini anglaydigan masalan tomoshabinlar bu bek ig'ir buning manaqshining vazni sal ig'ir. Shuni tushunamasligi mumkin. Lekin san'at qilayotgan, bizning aqimizdan kelayotgan bir turkum muzik ijodiyati bilan shug'ullanayotgan, she'r ijodiyati bilan shug'ullanayotgan bolalarga meningcha cho'ng bo'lmagandimi azroq ta'sir ko'rsatdi deb qarayman. Mening maqsadim ham shu, ashlar ta'sir, azroq ta'sir ko'rsatilsa, o'lgu bo'lsa, men xo'sh, men rozi. Rahmat. Rahmat. Endi sizning demoqchi bo'lganingiz-mi? Bizningki bir kasb ahliga, bir utuq qozong'uchiga baho berishimizda, uning qaltisligini muayyanlashtirishimizda cho'qim uning hamma ishni qila oladiganligida emas. To'g'ri. O'zining qilayotgan ishni yaxshi qila olganligida. Shundaqku bizning nurg'un san'atkorlarimiz yoki nurg'un har qaysi kasbdagi utuq qozong'uchilarimiz faqat shu ishni takror qilganlik uchun, izchil qilganlik uchun, oxirgacha qilganligi uchun utuq qozongan o'zining shu sohasida muayyanlashtirishga erishgan shundaqku. Endi Rahmonjon apandim bu bir alayda ahvol endi. Bu bir xoslik. Mushundaq chiqib qoldi ekan dedik. Biz ham buning chiqib, bu shundaq ahvolning chiqishini yaxshi ko'ramiz, qo'llaymiz. Bu yerda hech kimni rad qilmaymiz, hech qanday ahvolda, hech qanday ziddiyatli masala yo'q shundaqku. Faqat biz shundaq nurg'un ishni qila oladigan kishilarning bo'lishini, o'z kasbini voyaga yetkazgan kishilarning bo'lishini umid qilamiz. Rahmat. Unda hozir Rahmonjon apandim, mening ham yana bir savolim chiqib qoldi mishada. Boy dedingiz, men uch tarafning hammasini qilmalikni har bir mushu masalan shoir, kompozitor, naqshchining har birisi o'z yo'lida nurg'un yaxshi natijalarga erisha oladi, utuq qozona oladi dedingiz. Unda siz agarda sizningki balkim uzun bo'lmagan kelgisi yana boshqa plastinkangiz chiqishi mumkin. Lekin har bir she'ringiz 3-4 yil, 5-6 yilda barliq keladi desak, har bir plastinkaga sizning yana mushta tekst bilan muzikani o'zingiz ishlab naqshchi plastinkasini chiqara olishingizni umid qilamiz, lekin ehtimoldan sal Jiroq emasmi? Chunki men mush kechilikni qilish uchun men 20 yil tayyorlik qildim-ku. Nemishqa desa, men o'zimning xos bo'lgan mushunda yosh, hattoki shoirlarcha bir xil nimada Tashvay necha yosh o'lib ketgan bo'g'itdi. Lutfullo Mutallib necha yosh dedi. Tashvay 34 yosh. Men 34 yoshga kirsam, cho'qim shu bir buyuk munda bir musikalni shu yoshga kirgan vaqtida mening aqlim to'shib, shunday ijod qila olamanmi yoki deb shu xiyollar bilan o'ylab, men izchil ijod qilg'liq, lekin ma ijodiyatlarni talaliq qilmagancha. Maxfiy qolgan uni saqlab, men o'zim saqlab kelyapman. Bunu başqalarım bəmigən. Əmdə aşu bir mən qo'limda hozir 60 ga yaqin ijodiyat bor. 60 ga yaqin ijodiyatning ichidan men 15ni tanlab, 60 ga yaqin naqshning ichidan 15ni tanlab olib, aslning ichidan bir qadar yaxshi chiqdi deb qarag'animni. Shunday qildim. Endi mening istiqlomliqi boshqalarga privet deb u bu qilmaganlik sabab men bir narsani ansirayman-ku. Nimishqa desa, islamijik anglagan bo'lishinglar mumkin. Masalan, ma'lum bir kompozitorning hamma naqshi bir-biriga o'xshab qoladi deydigan bir qarash bor-ku. U qanday o'qishi mumkin? Masalan, birisi tuproq haqida yozilishi mumkin.
Birisi ata-ana hakkında yazışı mümkün. Onun emmesi okşap kalsın, bu bulmaydı. Bu. Benim keçip kilip atkan meselem şu. Okşap kalmasın. Muşnundu mu? Timi mu, rengdar, ağın mı birbirine okşamaydı. Çokum tekst bilen müziksi çemberçes buluşu gerek. Çemberçes buluş gerek. Dep ben muşunu qarab, 60 neçe icadiyatının içinden ben 15'ini tanıdım. Kalan 45 ba. Ben yanım şu plastinkini çördep durup soray. Bunun için hazır 15 nakşı var şunaq maka. Şunaq olğan çağda endi belkim bu nakşlarning içinde hemiden özünüz razı bulduğunuz qaysi desem sel to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Ammo haqiqatan ba. O'zi nayt ixlos qilgan, o'zi nayt yaxshi ko'rgan, cho'qim o'zi nayt faxrlanadigan bir ijodiyati bo'lishi mumkin. Shu naqshini bir anglagan bo'lsak, albatta. Elge tarat kansen ite şöhreti nişanını hanğa yarat kansen ite yatırap gül çihride arman kapat kansen item kalbide kat veten hicran yatkan sen ite Östürüp bir çengidek oğlan nerden bağırda her devir avazığa su dekketilgan senlitem yanmağay merdaniler rakibi açılsa düş men köksige oktek etilgan sen ete şirin judalık kısmeti tağdaki kılsa başığa tik durup imkanıga mehkem esilgan sen ite tik durup imkanıga mehkem esilgan sen ite Mekkem esilgan sen ite Mekkem esilgan sen ite Sizning bu esil ijodiyatlaringizni o'zingizla aytmaydigansizda boshqa san'atkorlarimiz albatta aytadi deyman. Boshqa men bayatın dedim men hammani no'chi deb turib olmayman. Masalan ba'zi san'atkorlarimizga tushadigan ağanlar bor. Üzem bazılarının tekstini üzem yazgan, bazılarını şu başka nakışçı dostlarımızga, braderlerimizge birimiz. Hem de ben meni
izchillikı şair deb mana qarab kelgan bo'lg'achqa hozirga kelguncha bu jihatlik ishni men bir ma'lum mezgilgacha oshkorlamay deb hozirga keldim. Endi hozir bizning ijodiyatlarimizni elvatqanlarmi bor so'rab biz bunda bir ish qilmoqchi demiz bir yaxshi anglar bo'lsa deb. Va Qodirjon Yerelining bir yaqinda qilgan kechiligimi bir naqshini so'rab mendan Elchi Navoiyning qoldimi degan shu 12 muqom rak muqomida bor. Bir tekstiga men hozirgi zamonniki o'zimizning tuyg'usini birlashtirib bir ang ishlagan shu Qodirjonga men bek tushadiki aka men o'qisam da chataq yo'q o'qing deb. Rahmaydan keldim bugun. Yo'q. Kelgan bo'lsa Feyzulda aqsud bo'lib qoldi o'yim. Demak, hozirgi sizniki mush nurg'un ijodiyatlaringiz yana 40 necha ijodiyatni yanchiqdi bardingizga bundan bundan keyingi plastinkalarga tayyorlik deb. Mushu televiziya filmimiz qo'yilgandan keyin hamda butun san'atkorlar, naqshchilar qaytada izlashga boshlaydi ekanda ichingga chamadonni ko'ramiz hamda hammasini bir boshdan chiqargan deb. Lan demeysizlikken. Yo'q, unchilikni qilib ketmaydi. Chunki hammadan o'zining kompozitorlari bor. Avvalroq yumshoq uqulni urib ekanda. Shoirlari bor, kompozitorlari bor. Qo'yib turibmanmi? Ha, bo'ladi. Undaq bo'lsa akam shu ijodiyatlaringizning ichida boya biz aytib o'tgan kechalmayman seningdan vatan degan naqshini bir naq maydonda bir sanat anglig'ili bo'lamdi. Bugun sahnimizga bizniki kasbdosh do'stimiz, inimiz Muratjon Muxtar, inisi Muborak Muxtar ham O'zbekiston shu san'at maktabida naqshida o'qiyotgan singlimiz Gulzira keldi. Shunga mushlarninki o'rilishida kechalmayman senda vatan degan naqshlarni. Qani, olqishlar bilan qarindoshlarni ekspertimiz. Marhamat. Ötsende sebi çağları Gülge tuldi sende bağları Ötsende sebi çağları Gülge tuldi sende bağları Bir bana bersim urahat Geçelmeymen senindir vatan Bir bana bersim urahat Geçelmeymen senindir vatan Geçelmeymen Geçelmeymen senindir vatan Geçelmeymen senindir vatan Kalay cabada Meyli sersan bulay talada Meyli duçar bulay balağa Geçelmeymen senin dünü vatan Meyli duçar bulay balağa Geçelmeymen senin din vatan
Geçelmeymen, geçelmeymen Senindir vatan. Geçelmeymen, geçelmeymen, Geçelmeymen senindir vatan. Toxtar sende ahirki nefes. Özgü yurtqa qılmayman heves. Üzülüdüm keşkenler emez. Geçelmeymen senindir vatan. Üzülüdüm keşkenler emez. Geçelmeymen senindir vatan. Geçelmeymen, geçelmeymen, Geçelmeymen senindir vatan. geçelmeymen, geçelmeymen, Geçelmeymen senindir vatan. Geçelmeymen senindir